Men Instagramga kirmasam kerak boshqa, hurmatli do'stlar. 1.800.000 talik akkauntim blok bo'lganda, mana Nedik ukamiz bilan ko'rishib qoldik. Makka Madinaga piyoda borib kelgan bola, tanigan bo'lsanglar, agar bitta like bosib qo'yinglar. Yaxshi borib kelding ukam. Borib keldim, rahmat. Nima harakat endi? Podpishchilarga nima yengillik ko'rsatmoqchisan? Hamma biladi, oldinda katta proyekt bor. Cristiano Ronaldo bilan ko'rishmoqchiman. O'zimning usulimda e'tiborni o'sha insonga qaratib, butun jahonga tanitib harakat qilmoqchiman. Ko'tarib yurgan kaptokka qo'l qo'ydirmoqchisan Cristiano Ronaldoga. Inshaalloh. Qo'yadi. Iloji bormi, tanish bilish bormi? Endi harakat qilsa hamma narsa bo'ladi. Odam qilgan ishni odam qiladi. Nechta davlatlardan o'tasan endi? Suriyadan, xavfli davlatlardan o'tmaysan boshqa? Harakat qilamiz, o'g'il bolamiz, endi chidaymiz. Kam akkauntim o'sha sen bilan video olganimdan keyin negativlarim ham ozgina kamaydi-da. Yaxshi pozitivniy insonlar ko'paydi akkauntimda. Men yangi akkaunt ochdim. Agar mana shu Amirxon Uzbek 9 akkauntimga podpiska bosib, yaxshi kommentariyalar yozib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turishsa, bu akkauntim inshaalloh podpishchilarga o'sha yaxshi xizmat qiladi. Keyin har doim yaxshi video olib chiqsa, sizni xalq yaxshi ko'raveradi. Yaxshi narsani olib chiqib, masalan, bir ikkita blogerlar ko'ryapsiz, yomon voqea bo'ldimi? Yomon voqeani gapirib ham chiqyapti. Boshqa unaqa qilmasin deb. Uni umuman tegi bilan yashirish kerak-da xalq. Siz hozir buni temangizni bo'lib tugatsangiz, yo'lingiz ochiq bo'ladi. Alloh hammani yo'lini ochadi. Bu yog'iga Xudo xolasa yaxshi kontentlar qilamiz. Mana shu akkauntimga hammanglar podpiska bosib